Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Hozir mana bu o'zimiz rayondagi qizini turgan uyga keldim. Mana shu uy, xudo xolasa, narigi burchakdan atkoz montaj qilishyapti. Mana bu yana bitta katta ustamiz ana atkozni yopishtiryaptilar. Materialga kilet surtilib yopishtirilyapti. Egiluvchanligini bitta afzalligi egiladi, chiroyli yopishadi. Bu yog'imiz endi davom etyapti. Shunday holatda kelyapti hozir. Bu yerda umumiy hisobda 300 kvadratdan 300 kvadrat joy ko'chalar bilan birgalikda. Mana bu o'g'illarga, tashqi o'g'illarga ham mana mokriydan tushadi. Sokinlar hali bo'lgani yo'q. Sokinlarni ham hali yana bitgan sari yana obzor qilib ko'rsatib chiqaveramiz.